Assalomu alaykum CMC Motorsning hurmatli obunachilari. Bugungi kunda bizning obzorimizda Dongfeng Lanjian E3 avtomobili bo'lib o'tadi. Bu avtomobilimiz to'liq zaryad bilan 405 km masofani bemalol bosib o'tadi. Bu avtomobilimiz ko'pincha yosh kattaroq yoki Yandexda yuradigan o'quvchilarga juda ham ma'qul keladigan bu avtomobil. Bundan keyingi avtomobilimiz Ilis L7. Bu avtomobil zapas xod 518 km ni bemalol bosib o'tadi. Bu avtomobilimiz dizayniga qaraganda Skyline 01 ga juda ham o'xshab ketadigan avtomobil. Bunda ichkari salonlar juda ham chiroyli hamda interyerlari go'zal qilib ishlab chiqarilgan. Bu avtomobilda xuddi sizga aytib o'tganimdek ukachasi bo'lgan avtomobil Dongfeng Skyline 01. Bu avtomobilimiz 445 zapas xodiga ega bo'lib, uzoq yo'llarga ham juda ham mos keladi. Bu avtomobil haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki direktdan yozing. Menejerlarimiz sizga tez orada javob qaytarishadi.